Go xonim, aytganingizdan qaytmasangiz kerak. Noto'g'ri fikrga bormang. Shunchaki sizlarni ertaga uyimizda bo'lib o'tadigan tug'ilgan kunga taklif qilmoqchiman. Opa, Jim bo'l. O'sha yerda u sizlardan shaxsan uzr so'raydi. nimalar deyapsiz? Bular uzr so'rashga loyiq odamlar emas. Ahmoq. Bugungi ishlaring bilan odamlarning nafratiga sabab bo'lganingni nahotki tushunmayotgan bo'lsang, kompaniyamiz nomiga dog' tushirmoqchimisan? Yoki akamni sendan ko'ngli qolsinmi? Go xonim, tomosha ko'rsatishga hojat yo'q. Rejani puxta tuzibsiz. Ammo biz oddiy odamlarmiz. Bular xonadoniga kirishga qaddimiz sig'armidi? Gomin akamizni qattiq sog'ingan. Shunga biroz esini yo'qotib xato qilibdi. Ammo Gu oilasini bosh tamoyili hamisha insonlarga g'amxo'rlik qilish bo'lgan. Odamni mayib qilish shunchaki qilinadigan xatomi? Gominni qilmishi rostdan ham g'azabni keltiradi. Lekin oilamiz uni albatta tartibga soladi. Bu zarari uchun sizni Gu kompaniyasiga ishga taklif qilaman. Sizningcha men taklifingizga rozi bo'lishim kerakmi shunda? Albatta. Necha marta oilamni o'lim yoqasiga olib keldi. Siz esa bitta yengil dashnom va tovon to'lash bilan hammasini tinchitmoqchimisiz? Bu hozirgi vaziyatda siz uchun ham, yoningizdagi insonlar uchun ham eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Gu korporatsiyasi eshiklari siz uchun hamisha ochiq. Ismingizni aytsangiz, kadrlar bo'limini ogohlantirib qo'yaman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Gutsin. Ismingizni aytsangiz, kadrlar bo'limini ogohlantirib qo'yaman. Alo? Nima? Rostdan ham akamdan xabar bormi? Suetsin. Shuncha yil meni deb ko'p azob chekding. Yo'q. Sog'ayib o'zingizga kelganingizni o'zi yetadi menga. Butun umrim kutardim. Tentak qiz. Axir bu eng go'zal yoshlik davring-ku. Men Gutsin. Sendan bir umr qarzdorman. Xiaotsin. O'tmishingizni eslay oldingizmi? Qurilish maydonchasida ba'zi uzuq-yuluq xotiralar jonlandi. Bir ayolni esladim. U Xiaotsin, eshikni och. Tezroq och deyapman. Xavotir olmang oyi. Yomon odamlarni chalg'itib keyin ortingizdan o'zim boraman. Xiaotsin, eshikni och. Xiaotsin. Xiaotsin. boshimni qattiq og'riyapti. Eslamang. Bo'ldi, eslamang. O'zingizni qiynamang. Men ham ulg'ayib qoldi. Gu villasini qo'yish marosimini shaxsan o'zing boshqaribsan. men ham akamni tezroq ko'rishni xohlayapman-da. Oyi. Opam meni qanday urganini ko'ring. Qilgan bema'niliklaring uchun qancha urishsa ham kam. Agar akam shu yerda bo'lganida meni yonimga olgan bo'lardi. Sizga o'xshab begonalarga yon bosmasdi. Xiaotsin hozir qayerda ekan? Ahvoli qalay? Hech birini bilmaymiz. Oyi, unchalik qayg'urmang. Akam Janchenda ekanini aniq bilamiz. Hozir shifoxonalarda DNK tahlili o'tkazilyapti. Tez orada aniq natija bo'ladi.